Hazır sizlarga o'tib berilgan dars bo'lsa, biz tort bo'lkisini pishirish usuli. Buningga 120 gram un, 120 gram shakar, andan keyin 6 tal tuxumdan 7 tal tuxumgacha cho'ngroq bo'lsa, 6 bo'lmasa, kichikroq bo'lib qolsa 7 tal. Andan keyin 45 gram sumay qo'noqninki yoki bo'lmasa, bilak chiqib praxsiz sumaylar bo'ldi. Andan keyin ko'ptirgichdan 5 gram. Hazır etish usulini so'zlab beraman. Xanımlar oldu bilen şu 6 tal tuxumni o'zi quruq bo'lgan javurga chiqib buni aqog'icha ko'ptirib olamiz. Mana 6 tal tuxumni chiqib, hemen 7 tal saldım. Kichikroq bo'lganlik uchun 7 tal tuxumni chiqib tayyor qilib oldim. Endi buni aqog'icha ko'ptiramiz. Xanımlar bayatdanqi shikarni silib qo'ygandan keyin mana aralashib ko'rdinglarmi? Mana shu paloqlarımda qilsanglar shu saqi başa tushdi. Mush holatga kelib, lekin bu aralashmani bo'pti deb o'ylsanglar bo'ldi. Bek yengil holatdagi shunday bir aralashma bo'ladi bu. Andan keyin buningga podafni, andan keyin sumayni qo'yamiz. Aldı bilen şu sumayni qo'ylaylik canımlar. 45 gram sumayni qo'yib, buni 2 lam aylantiramiz jumi. Bek uzoq aylantiramiz. Sumayni qo'yib aralashtirib bo'lgandan keyin podafini selib, andan keyin unni az-azdan selib, shu aralashmani aralashtiramiz. Uni yaxshi yeyilsam bo'ldi. Xanımlar, men ko'rdinglarmi, aralashmamiz tayyor bo'ldi. Mana İşte qilsanglar, işte saqib shudu. İşte holat keldi buni. Yengil holatga bir aralashma bo'ldi. Bo'lgandan keyin shu holatga malasimizni tayyor qilib, mayli saqim bo'ldi yoki bo'lmasa, asosan mayli qog'oz qo'ysanglar bo'ladi. Men mayli qog'oz qo'yib, maylam aralashmani to'kiman hozir. Canımlar, mana aralashmani qo'yib tayyor qilib oldim. Tezlik bilan aralashmani qo'yib, oldin qisib olgan gradus 200 gradusda oldin qisib olgan duxovkaga selib 170 gradusda 40 minut etrafida pishiramiz. Xanımlar, men bayatdan tortimiz pishib chiqdi. Mana buniki arisi mana shu ko'pgan holatda. Mana bir kesib, bir ko'ztayga sizlarga. Mana ko'rdinglarmi? Mana tortmi yaxshi pishib chiqdi. Mishalat pishirsanlar bo'ladi. Buni aqsirgan arishmi ketmaydi, xanımlar. Xanımlar, mana qaranglar, mishalatda pishib chiqdi bu. Yeyishlik bir besib, nimqasa qo'yib bersanglar o'zligidan yana eslik keladi. Ish qilib elastiklik ega yaxshi tort bo'lib chiqdi bu juma. Bo'ldi, darsimiz tamom.